Assalomu alaykum, hurmatli Tafun kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Qo'qon shahriga kelganmiz akalar. Akamiz katta fermalari bor ekan, mollari, qo'ylari. Mana shu kichkina qozonda bir 40 ta, 35 ta molga 250 litr qozonda atala qaynatib berishayotgan ekan. 8 litrli qilib mana shu atala qozonimizni olib kelib berdik akamizga. O'chog'i bilan birga, xudo xolasa, bu bir mahal yetayotgan ekan. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa 8 litrlikda 2 mahalga bemalol yetaveradi. Akalar, kanalimizga obuna bo'lib, mana shunaqa like tugmasini bosib qo'yasizlar. Video davomida akamiz fermalarni ham bir qator obzorini qilib o'tamiz. Atala qozon, drabilka kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxini 1 million 700 mingga olib kelib berdik, dastavkasi bilan. Ya'ni nimasi litri 8 litr. Hozir kamera o'zim olaman-da, bir qator xudo obzorini qilib beraman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'raverasizlar. Bu yoqda o'zimiz mollar bor ekan mana. O'zimiz nesni mollar bor ekan. Akalar baho berib berasizlar. Mana shu mollarga 250 litrli o'zimiz alyumin qozonda atalaq berayotgan ekan akamiz. Mana bitta o'sha 250 litrligi bir mahalga ertalab ketayotgan ekan. Kechqurunga alohida qaynatishayotgan ekan. Xudo xolasa 8 litrli atalaq qozonni olib kelib berdik. 2 mahalga bemalol yetaveradi 8 litrligi. 3 mahalga ham qilsa bo'ladi. Mollar endi o'zimiz mesni mollar bor ekan, xudo xolasa. Bitta baho berib berasizlar, mana shunaqa holatda ekan. Mana shu mollarga akamiz atalaq berar ekanlar. Hasharlarni ham drabilkadan chiqarib berar ekanlar akamiz. Xo'p, bu yoqda endi o'zimiz qo'ylar bor ekan mana. Bir tomoni xo'p, mol ferma, bu yoqlari, bu yoqda qo'y ferma ekan akalar. Qo'ylarga, mollarga baho berib berasizlar. Qo'ylarga quruq holatda beramiz deyaptilar. Hop, mollarga atalaq qilib berar ekanlar. Bu yerda mana shu kattaroq buqa bor ekan. Mana shunaqa holatda ekan akalar. Qo'yda oldida postoyanniy suv turar ekan. Hop, kattaliklari ham mana shunaqa holatda ekan. Endi videoga qanaqa ko'rinyapti? Hop. Yaxshi holatda boqishar ekan qo'ylarni. Menimcha bu yerda hozir o'zimizning qo'ylar bo'lsa, bu yerda arashanlar bor ekan mana. Arashan qo'ylar kichikroq ekan. Menimcha endi olishib shekilli. Hop, mana shunaqa holatda ekan. Kanalimizga obuna bo'lib, mana shunaqa like tugmasini bosib, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hop, atala qozonlarni 100 litrdan 1 tonnagacha zakaz asosida qilib beraveramiz. Narxlari, dastavkalari, xudo xolasa, dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Atala qozonni xohlasanglar yumaloq variantini qilib beramiz. Hop, xohlasanglar to'rtburchak varianti bor, xohlasanglar yumaloq varianti bor. Mollarni olddan olib beramiz. O'sha boqilayotgan holatda, mana shu holatda tayyor bo'lgan holatda ekan mollar ham. Mana shu mollarga atalamizni xohlasa qilib berishar ekan, atalani. Endi kimdir oddiy qozonda qiladi. Masalan, garelka bilan yoqilsa, atala qozonni qulaylik tomoni gradus bemalol yonsa ham mana bu yerda ham o'sha konteyner listdan qilingan oxirlar ekan. Konteyner list bilasizlar, ancha chidamli bo'ladi. O'sha gradus baland atalar nima garelkada yoqsalar ham xudo xolasa erib ketmaydi. O'zimiz qozonlarni bilasizlar, alyumin qozon bo'ladi. Teshilib qoladi u gradusi baland bo'lgan paytda. Endi buncha molga bu bitta qozonda 250-300 litrli qozonda bersiz, yetmaydi ham-da u narsa. Xolos akamizga 8 litrli atala qozonni olib kelib berdik. Ancha og'irlar yengil bo'ldi, xudo xolasa. Akalar, mollarga baho berib berasizlar. Bu yerda bilmayman 30 tami, 35 tami shunaqa atrofida ekan mollar. U yoqda mana qo'ylar ham bor ekan. Xo'p. Juda katta bo'lmasa ham yaxshi holatda fermalar bor ekan akamiz. Xo'p, akalar, bitta bir qator narxni aytib o'tib ketamiz. Atala qozonimizni 8 litrligini dastavkasi bilan 1 million 700 mingga akamizga qilib berdik. Xo'p, 200 litrligini bizga zakaz qilsanglar 800 ming so'm bo'ladi dastavkasi bilan. Xo'p, 300 litrligi bor 1 million 100 ming so'm dastavkasi bilan. 350 litrligi bor 1 million 300 ming so'm dastavkasi bilan. 600 litr, 800 litr bundan u yoqqa ketaveradi. 1 tonna, 2 tonnagacha qilib beraveramiz. Yumaloq variantdan eng bo'ladigan katta 8 litr bo'ladi. Undan u yoqqa to'rtburchak variant qilib beraveramiz. Akalar, kanalimizga obuna bo'lib, mana shunaqa like tugmasini bosib, kommentariyada mollarga, qo'ylarga baho berib berasizlar. Xudo xolasa, bizni qayerdan kuzatayotganlarni kommentariyada yozib ketinglar akalar. 800 litrli atalam qozonimiz tayyor bo'lgan.
Hop, Qo'qon Lipta akamiz zakaz qiluvlar qilib beryapmiz. Hop, ichlari ham mana shunaqa holatda bo'ladi. Litriga mana 800 litrli. Hop, bundan tashqari bizda 350 litrli bor. Hop, bu yoqda 280 litrligi bor. Hop, 100 litrdan tortib 1 tonnagacha qilib beraveramiz. Xohlasalaring avalnisini qilib beramiz. Bunaqa yumaloq emas, avalni bo'ladi. Hop, xohlasalaring to'rtburchak variantini qilib beraveramiz. Bemalol mana shu hop 50li 1019636 90li kodi bilan 1019636 raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, 1.700.000 ga dastavkasi bilan yetkazib beryapmiz. 800 litrli adala qozonimizni. 350 litrligimiz 1.300.000 ga dastavkasi bilan yetkazib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Hop, 280 litrligimiz bor, 1 million so'm dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha. Har qanday litrda aytsalar yasab beraveramiz. Undan tashqari to'rtburchak variantlarini ham qilib beryapmiz. Yumaloq emas, to'rtburchak. Xohlasalaring avalni qilib beraveramiz. Raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.